Stop olasiz. Nega? Shahar ichiga. Maqmayman. Menga Ben kirakesh emas deyman. pul berma. Ne var siz? Ochkin doktorxona oldiga. Sharaf bu. 100 berasan. Taksimi 40 ga gapirdi. Taksi emas bu. Ko'y bo'lsangiz qo'y, men ishim bor. Ha. Bana maqsad bo'ladi. Ha. Menga. Bo'ldi. Men. Menga nim qarab o'tirsiz? Chiqmabsiz sen. Bak og'rash kasalmi tikilib turganda? Yo'q, abir oshxona uchun tomoq yig'il bag'an, obirnisi bujon qilib ko'xinib qapti ekan. Shuni avlaydigan. Yengitda yotaxe. Hal qimmat ko'xingan tuqa. Qimmatmi? Emasda 29 qo'y qolgan. Qancha pulga? 29 qo'y. 30 lira. Nimcha aşağı berib yurgicha, shunga? Ya bunda qilsak bo'lmaydi. Ya bo'ladi, bela bo'ladi. O'zaro yordam qilish deymiz mahalla. Ashaki bir soat birga hozir to'chachilikda. Yaxshi damlar chiqgan yana. Rahmat. Ey, chiqsa. Xudo qila qo'sh. Dalda bir odamdan biri yo'qdimi? Xatoya bu. To'xtayapsizmi? Nope. Ha? Bu xato bo'lib qopti. Qanday xato? Men uni 29 qo'ygansizmi, 30 qo'yib beribsiz. Bir kun ortiq turdi. Voy, ya, chiqsa shunga o'zingiz hajdan bo'ldi. Rahmat, va haqil qo'sh. Xatoya lekin. Yo'q, sizlar to'xtang a. Xatoya bu. To'xtab, nima bo'ldi? Men sizga barashnikin beribdim, kilashnikin bermabdim emasmi? Menga aytib qo'ydingizmi shega? Voy, ana sizni aytib qo'yma, rasa. Tasqaltim unutib qoldim. Va Shundaymi? endi to'g'ri bo'ldi. Va qilasiz rahmat. Endi to'g'ri bo'ldi. Sizlar to'xtang a. Nima bo'ldi? Xatoya bu yana. Qayda xato? Bu beksabdan ilan bir yagim qistamabdi.